Menga xoinlik qilgan qabila sardorlarini jazolamoqchi bo'lib turgandim. Menga aytingchi, ularga nisbatan qanday yo'l tutganim ma'qul? Zoti oliylari, davlatimiz tuzilganiga bir necha 10 yil bo'ldi. Koguryo davlati asoschisi Qirol Jumong zoti oliylari qabilalar sardorlarini zinhor qirib yuborishni istamagan bo'lardi. Yaqin o'tmishda Hyonshin va Okjolar Qirol Jumongga qarshi suiqasd uyushtirishgan edi. Ammo qirol ularni kechirdi. Ana shundan keyin ularning har ikkovi Koguryoning ishonchli ustunlariga aylanishdi.